O'qish, o'rganish bizning chiqish yo'limiz. Muhammad Yusuf. Ilm yaratquchini bilishdan boshlanadi. Shaksizki yaratquchini bilish, o'qish va o'rganish bilan bo'ladi. Shunga deymizki, bizni yaratgan ulug' Rabbimiz Alloh taoloni bilish uchun o'qish va o'rganish shart. Chunki o'qimasdan bilgili bo'lmaydi. Qur'oni Karimda fa'lam annahu la ilaha illalloh Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q ekanligini bilgin deb kelgan. Yaratilishning g'oyasimi Alloh taologa itoat qilib, u ko'rsatgan bo'yicha yashashdir. Buni ibodat deymiz. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim degan oyat buni ifodalaydi. Bu oyatdagi ibodatdan maqsad Alloh taologa itoat qilib, u ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirishdir. Bu vazifani va bu g'oyani o'rindash uchun o'qish, o'rganish shartdir. Chunki o'rganmay turib Alloh taoloni tanig'ili bo'lmaydi. O'rganmay turib uni rozi qilishning yo'llarini bilgili bo'lmaydi. O'rganmay turib Alloh taolo ko'rsatgan yo'l bo'yicha yashag'ili bo'lmaydi. Bularning hammasining ochqichi ilmdir. Qisqasi, ilm Alloh taologa yetishning sho'tisi, jannatga kirishning yo'li, baxtli hayotning yo'lini yo'ritqichi mash'aldir. Dunyolik uchunmi ilm kerak? Oxiratlik uchunmi ilm kerak? Dunyolik va oxiratlik ikkilisi uchunmi ilm kerak? Demak, ikkili olamda baxt, saodatlik va huzurli hayotga ega bo'lish uchun ilm kerak. Mustamlikadan, asoratdan qutulib, mustaqil, hur, ozod yashash fursatiga ega bo'lish uchunmi albatta ilm kerak. Ilm fan bilan qurollanish orqali kuchli bo'g'ili bo'ladi. Kuchli bo'lganda o'z-o'zimizga xo'ja bo'g'ili bo'ladi. Shunga o'qish, o'rganish biz uchun tanlash emas, balki farz va qarzdir. Shaksizki, o'qish, o'rganish islom dinining yadrosi va eng oldingi chaqiriqidir. Shunga Qur'oni Karimdagi eng dastlab tushgan oyat shundaqli payg'ambar alayhissalomga kelgan tunji vahiy o'qu degan buyruq bilan boshlangan. Arab tili grammatikasida fe'ilning maf'uli, ya'ni to'ldirg'uchisi tilga elinmasa, fe'ilning ma'nosi o'zining umumligida qoladi deydigan qoida bor. Uning ustiga Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga o'qu deganda, payg'ambar alayhissalomning qo'lida o'qiydigan bir narsa yo'q edi. Buningga asosan deymizki, Alloh taoloning o'qu degan buyruqi dining va dunyoliging uchun manfaatli bo'lgan har qanday ilmni o'qigin, o'rgangin va bilgin deganlikdir. Alloh taoloning Iqra bismi robbikallazi xalaq, ya'ni yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qu degan bu buyruqi iymonni g'oya qilgan va Alloh taoloning borligi, birligi, cheksiz qudrati va go'zal san'atlarini bilib iymon etish bilan takommullashadigan ilmni ko'rsatadi. Chunki iymon bilan qurollanmagan har qanday ilm baloyi ofat bo'lib, insonni zo'ravonlikqa, ojizlarni ezishga, boshqalarning hisobiga cho'ngishga va nurg'unlagan yo'lsizliklarni qilishga elib boradi. Bundaq ilm o'z yo'lida ishlatilmagan va o'z g'oyasidan chatnagan ilmdir. Biz Alloh taolaning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimni o'qisaqmi, payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'qisaqmi, tabiiy fan ilmlarini o'qisaqmi, shundaqli dinimiz va dunyoligimiz uchun manfaatli har qanday ilmni o'qisaqmi, Alloh taolaning o'qu degan amriga itoat qilgan bo'lamiz. Lekin Alloh taolaning va uning payg'ambarining so'zlarini o'qish bilan boshqa ilmlarni o'qish orasida daraja jihatda farq bor. Chunki dinimizni bilish barcha bilishlarning oldida turadi. Alloh taolaning ikki kitobi bo'lib, biri Qur'oni Karim, yana biri koinotdir. Shunga ba'zi ulamolar koinot so'zlamaydigan Qur'ondir, Qur'on so'zlaydigan koinotdir deydi. Qur'oni Karim Alloh taolaning kalam, ya'ni so'zlash sifatining asri bo'lsa, koinot Alloh taolaning sani, ya'ni san'atkor sifatining namoyandasidir. Dunyodagi har soha ilm-fan Alloh taolaning qudrati va go'zal san'atlarini so'zlaydi. Ilm-fan olimlari va tadqiqotchilar Alloh taolaning Koinot nomli kitobini o'qimoqda va uni tafsir qilmoqda. Alloh taolo ilm ahlining darajasini nihoyat yuqori baholagan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya'ni Alloh sizlardan iymon etganlarni va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'taradi. Alloh taolo ilm ahlining qadrini bildirib qo'yish uchun hal yastawillazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, ya'ni
biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi degan. Bu oyat Alloh taolaning nazarida ilm ahli bilan odatli kishilarning o'ttirisida osmon zamin farq borligini ko'rsatdi. Ilmning turi va darajasi. Islom nazarida o'qish, o'rganish farzdir. Islomda farz bo'lgan ilm ikki turlik bo'lib, biri farz ayin, yana biri farz kifoyadir. Farz ayin har bir odam o'zi qilmasa ado topmaydigan amal deganlikdir. Masalan, iymon etish, o'qish, o'rganish, namoz o'qish, ro'za tutish deganga o'xshash. Farz kifoya ma'lum kishilar qilsa, qilmaganlarning ustidan saqit bo'ladigan amal deganlikdir. Masalan, tafsir, hadis, fiqhi, tarix, meditsina, iqtisod, siyosat, fizika, biologiya, matematika, coğrafiya, binakarlık qatarlıq ilim türlərində oqub mutaxassis boluş, musulmonlar jamoat ustiga farz bo'lib, musulmonlardan bir turkum kishilarning o'qib mutaxassis bo'lishi bilan qolganlarning ustidan saqit bo'ladi. Ular oshpallarda o'qib mutaxassis bo'lmaganlik sababli gunohkor bo'lmaydi. Buning tafsiloti mundaq. Birinchi, farz ayn bo'lgan ilm. Farz ayn bo'lgan ilm la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima tayyibaning ma'nosini, Alloh taolaning bandalari ustidagi haq-huquqlarini va uning ism-sifatlarini va namoz, ro'za, zakot qatorliq ibodatlarning qoida-tartiblarini bilish. Ota-onaning haqqini ado qilishning, tuqqanchilikni davomlashtirishning, qo'shnilarning haq-huquqlariga rioya qilishning, pul-molni haloldan tepishning yo'llarini o'rganish qatorliqlardir. Bu ilmlarni o'rganish har bir musulmon odamning ustiga farz ayn. Bularni bilmagan odam shaksiz gunohkor bo'ladi. Chunki bu ilmlar har bir musulmonning bilishi zarur bo'lgan ilmlardir. Buningda barliq islom ulamolari birdek ittifoq. O'z vaqtida payg'ambar alayhissalomning sahobalari bu ilmlarni bilishning ahamiyati va zarurligini nihoyatda obdan tushunganlikdan Alloh taolaning kitobini o'rganishga, uningdagi diniy masalalarni bilishga intayin hiris edi. Ular har 10 oyatning ma'nosini, uningda buyurilgan masalalarni o'rganmay turib, boshqa oyatlarni o'rganishga yo'tkalmaydi. Ikkinchi, farz kifoya bo'lgan ilm. Yuqorida aytilgan tafsir, hadis, fiqh, miros ilmi, tarix, islom tarbiyasi qatorliq islomiy ilm sohalarida, shundaqla meditsina, matematika, fizika, biologiya, binokorlik, iqtisod, siyosat, tarix, coğrafiya qatorliq ilmlarda, shundaqla din va dunyolik uchun kerak bo'lgan har qanday ilm-fan sohalarida o'qib mutaxassis bo'lish umumiy musulmonlarning ustiga farz kifoya bo'lib, ba'zi musulmonlar bu sohalarda o'qisa, o'qimaganlardan bu farz saqit bo'ladi. Agar biror rayondan, hatto biror rayon va biror mahalladan bu fanlarni o'qiydigan odam chiqmasa, shu rayon va mahalladagi musulmonlardan bu ilmlarni o'qishning farzligi saqit bo'lmaydi. Natijada ularning hammasi Alloh taolaning oldida gunohkor bo'ladi. Allama Abu Hamid al-G'azzali mundaq degan: farz kifoya bo'lgan ilmning bayoni shuki, har qanday ilmning darajasi xarakteriga qarab farqlanadi. Buningga binoan ilm ikki turlik bo'lib, biri diniy ilm, yana biri diniy bo'lmagan ilmdir. Diniy ilm deganimiz payg'ambarlarga vahiy yo'li bilan kelgan, aql yo'li bilan bilgili bo'lmaydigan ilohiy ilmlarni ko'rsatdi. Diniy bo'lmagan ilmlar tibobat va matematikaga o'xshash insonlarning hayotida zarur bo'lgan ilmlarni ko'rsatdi. Masalan, kishilar tan saqliqini saqlash uchun tibobat ilmiga, muomala, miros taqsimoti degandek ishlar uchun matematikaga muhtoj bo'ladi. Bundaq ilmlarni har bir rayondan ma'lum kishilar o'rgansa, boshqalardan o'rganish farzi saqit bo'ladi. Bizning tibobat va matematika ilmini o'rganish farz kifoyadir degan so'zimizga ajablanib ketmang. Balki dehqonchilik, hijomat, sayponliq qatorliq ilm va sanoatlarni o'rganishmi farz kifoyadir. Bu olim 11-asrda yashaganlikdan shu davrning saviyasi va shu davrdagi cheklik ilm turlari ustida to'xtalgan. Saudiya Arabiston Fatvo komitetining fatvosida mundaq deyilgan: barliq diniy ilmlar va bu ilmlarni o'rganishga yordamchi bo'ladigan barliq vositalar Alloh sizlardan iymon etganlarni va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'taradi degan oyatning mazmuniga kiradi. Ya'ni
diniy ilm o'rgangan kishilarning darajasi Alloh taolaning dargohida yuqori bo'ladi. Shuningdek, diniy ilmlardan bo'lmasimi, musulmonlar muhtoj bo'ladigan va ularning turmushida kam bo'lsa bo'lmaydigan meditsina, yezi egilik, sanoat qatorliq ilmlarmi niyatning durust bo'lishi sharti bilan yuqorqi oyatning mazmuniga kiradi. Niyatning durust bo'lishidan bu ilmlarni musulmonlarga manfaat yetkazish, musulmonlarni boshqalarning fan texnikasidan behojat qilish va Alloh taolaning roziligini ko'zlab o'rganish ko'zda tutiladi. Diniy emas ilmlarning savob jihatdagi darajasi kishilarga manfaat yetkazish va ularning hojatini ravo qilish darajasiga qarab farqlanadi. Bu fatvo shuni ochiqlaydiki, mayli diniy ilmlar deb atalgan tafsir, hadis va fiqh qatorliq ilmlarni bo'lsin, mayli dunyolik ilmlar deb atalgan matematika, meditsina, fizika, biologiya, binokorlik, yezi egilik qatorliq fanlarni bo'lsin, insoniyatga jumladan musulmonlarga manfaat yetkazish, Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ish qilib, uningga qulchilik burchini ado qilish niyatida o'qigan odam Alloh taolo darajasini yuqori qilgan olimlar qatoriga kiradi. Diniy ilm o'rganuvchilar qatorida Alloh taoloning katta mukofotiga sazovor bo'ladi. Kimki ilm o'rganish yo'liga kiradi ekan, Alloh uning jannatga kirish yo'lini o'ng'aylashtirib beradi degan hadisdagi kishilarning qatoriga kiradi. Chunki mayli qandoq ilm bo'lsa bo'lsin, Alloh taoloni rozi qiladigan va musulmonlarga naf yetkazadigan ilmli bo'ladi ekan, u diniy ilmdir. Oxiratlik ilmidir va dinimizda farz bo'lgan ilmdir. Saudiya Arabistonning katta ulamolaridan Abdullah ibn Jibrin musulmonlarga manfaatlik ilmlarni, xususan askariy ilmlarni o'rganish hammadan bak zo'r va muhim farzdir degan. Xuddi ilgirki musulmonlar diniy ilm bilan dunyolik ilmni birga ilib borgandek, har bir musulmonning diniy ilmlarni o'rganish bilan birga dunyolik ilmlarni o'rganishi to'liq zo'r. Dunyolik ilmlarda mutaxassis bo'lish dinda olim bo'lishga zid kelmaydi. Diniy ilm bilan shug'ullanish bahonasi bilan dunyolik ilmlardan yuz o'rishga bo'lmaydi. Shuningdek, dunyolik ilmlarga berilib ketib, diniy ilmlarni tark etishga bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalomning: "Ey Alloh, ishimning tuguni bo'lgan dinimni yaxshilab bergin, turmushimning kapolati bo'lgan dunyoligimni yaxshilab bergin" degan duosi haqida tafakkur qiladigan odam din va dunyolik har ikkisini talab qilishning zarurligini tushunadi. Oxiratlik ilm va dunyolik ilm deb ayirishning xatoligi. Men o'ylaymanki, insoniyatga manfaatlik bo'lgan, Alloh taoloni rozi qilishga xizmat qiladigan har qanday ilm diniy ilm sanaladi. Alloh taoloning ko'rsatmasi bo'yicha hayot kechirib, Alloh taologa qulchilik qilishga yordam qilishni va insonlarga manfaat yetkazishni ko'zlab o'qigan har qanday ilm diniy ilm va jon beqishning vosita qilib olish yoki shuhrat qozonish uchun o'qigan har qanday ilm dunyolik ilm sanalishga tegishli. Chunki ba'zi kishilar fizika, biologiya, matematika, meditsina qatorliq din bilan bevosita munosabati bo'lmagan ilmlarni o'rganish orqali Alloh taolaning cheksiz qudratini, ilm hikmatini, Qur'oni Karimdagi haqiqatlarni bilib, iymonini kuchaytiradi va boshqalarni dinga da'vat qila oladi. Yana ba'zi kishilar tafsir, hadis, fiqh qatorliq oxiratlik ilmlarni o'qigan bo'lsa-mu, Alloh taolaning roziligini ko'zlamasdan boshqa muddaolar bilan o'qiganlarni shu muddaolar uchun xizmat qildiradi. Masalan, ba'zi kommunist davlatlar o'zi dinga ishonmay turuqliq islom davlatlaridagi islom universitetlariga o'quvchi avatib o'qitadi. Ondan ularni o'qish bitirib kelgandan keyin davlatning ehtiyoji uchun ishlatadi. Mundaq o'qiganlar umuman davlatning manfaati uchun xizmat qilganlikdan musulmonlarga ko'p ziyonkashlik qiladi. Islomning sha'niga dog' tekkizadi. Ba'zi islom davlatlarining diniy maqomdagi jonbaqarlarining qalaymaqon fatvo chiqarayotganligi, hokimiyatni rozi qilish uchun dinni burmilab berayotganligi buning misoli. Islomning o'lgilik davrida yashagan musulmonlar uchun insoniyatga, xususan musulmonlarga manfaatli bo'lgan barliq ilmlar muhim edi. Hammasiga ko'ngil bo'ladi. Ular tafsir, hadis, fiqh qatorliq ilmlarga ko'ngil bo'lish bilan birga tibobat, matematika, biologiya qatorliq ilmlarga ko'ngil bo'ladi. Ibodatga ko'ngil bo'lish bilan birga ijodiyatga ko'ngil bo'ladi. Ular insoniyatga foydali ilm-fan bilan shug'ullanishni nafla, ya'ni ixtiyoriy ibodat bilan shug'ullanishdan afzal ko'radi. Chunki kishilik ibodatlarning foydasi shu ibodatni qilgan kishiga bo'lsa,
ilm-fanning foydasi barliq insonlarga bo'ladi. Yevropaning qorong'uliq asrlarida ilm-fan sohasida o'zlarining ilmiy yakunlarini e'lon qilgan ba'zi olimlar cherkov zo'ravonlari tarafidan tahdidlarga uchirgan chog'larda islom dunyosida Ibn Rushd, Xorazmi, Ibn Haysam, Farabi, Ibn Sina qatorliq olimlarning har biri meditsina, jug'rofiya, ximiya, matematika, biologiya, astronomiya qatorliq ilm-fanlarga tunji ul solgan kishilar bo'lib tarixga qayd qilingan edi. Ko'plagan faylasuflar va tabiiy fan olimlari ilm Allohga boshlaydi degan haqiqatni birdek so'zlamoqda. Chunki yaratquchini tonish va koinotni bilish faqat ilm sohasida amalga oshadi. 19 asrda o'tgan angliyalik mashhur faylasuf Herbert Spencer Tarbiya nomli asrida mundoq deb yozgan ekan. Ilm xurofot bilan zidlashidi, ammo dinning asli bilan zidlashmaydi. Ko'plagan yuzaki tabiiy fan olimlarida dinsizlik ruhi bor. Ammo yuzakilikdan yuksilib, haqiqiy ma'nodagi ilm saviyasiga ko'tarilgan ilm mundoq dinsizlik ruhidan yiroq albatta. Tabiiy fan ilmlari bilan shug'ullanish ibodatdir. Chunki tabiiy fan ilmlariga ichkirlab kirish biz sirlariga yetib bo'lolmay dardlanayotgan va asta-asta bilinayotgan shay'larning esilligini e'tirof qilish, ondan ularni yaratgan zotning cheksiz qudratini tonish demakdir. Bu og'zaki tasbih, ya'ni Allohni madhiyalash emas, amaliy tasbihdir. Mundaq ilmlarga qilingan hurmatmi ma'nisiz hurmat emas. Balki aql, tafakkur va vaqtni qurbon qilish badaliga kelgan qimmatli hurmatdir. Bundaq ilm kishilarga Allohning qandoq shakl va qandoq kayfiyatda ekanligini tushuntirishning mumkin emasligini bildirishda istibdodliq yo'lini tutmaydi. Lekin bizga buning mumkin emasligini tushuntirish uchun munosib yo'l tutadi va insonni aqli yetadigan barliq sohalarga boshlab berib, oxirida aqlning sirtida bo'lgan chegarada to'xtaydi. Shu vaqtda deydiki, insonning aqli shunchalik yergacha yetadi. Ammo aql idrok qilolmaydigan olimlar ko'p. Alloh taolo Qur'oni Karimda biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi deydi. Herbert Spencer xuddi bu oyatni sharhlagandek mundoq degan. Bir tomchi suvni ko'rgan olim uning ma'lum nisbatdagi oksigen bilan hidrogendan tarkib topganligini, agar u o'zining shu normalligidan o'zgarib ketganda suv emas, boshqa narsaga aylanib qoldiganligini obdan biladi. Buningdan Alloh taolaning qudratini va hikmat bilan shundoq o'rinlashtirganligini tushunadi. Mundaq olimning ilmi suv tomchisini faqat bir tomchi suv xolos deb biladigan olimning ilmidan albatta yuqori va kuchli bo'ladi. Shuningdek, bir tal qor donasini ko'rgan olimmi uningdagi badiiy san'atni, diqqat bilan loyihalangan go'zallikni ko'radi. Shubhasizki, buning bilan Allohning mahoratini va hikmatlik ish qildiganligini biladi. Ammo shay'larga yuzaki boqadigan olim qor donasini muzlagan suv debli ko'radi bas. Bizning mag'lubiyatimiz. Afsuski 16 asrdan keyin musulmonlar aqida va axloq jihatdan cheriklashga boshladi. Turli xurofotlar, yo'qsullik va muhtojlik ularni qo'rshib oldi. Ular masjiddan yuz o'rib, xonaqoga yuzlanadigan, ibodatni Alloh taologa qilmay, atalmish avliyoga qiladigan, tafsir, hadis, tarix ilmlarini o'qishning o'rniga tariqatchilik, tarki dunyolik degandek asosliq maqsaddan yiroqlashtiradigan narsalarni o'qishni va shular bilan shug'ullanishni afzal ko'rgandan keyin o'zlarining xalqarodagi yuksak o'rnini, ilm-fandagi taraqqiyot davrini boshqalarga o'tkazib berib, har tarafdan yo'qsul bechoraga aylanib qoldi. Ular tarki dunyolik targ'ibotining zahri bilan hushsizlangandan keyin ilm-fandagi taraqqiyot davri boshqalarning qo'liga o'tib ketdi. Ma'lumki, islom dinimiz zohidlikqa targ'ib qiladi, ammo tarki dunyolikni qat'iy cheklaydi. Chunki tarki dunyolik dinimizning prinsipiga va inson tabiatiga zid keladigan bir ishdir. Zohidlik bilan tarki dunyolik o'ttirsida cho'ng farq bor. Zohidlik mol dunyoga qul bo'lmaslik, dunyoni hammadan cho'ng bilib olmaslik deganlik bo'lsa, tarki dunyolik dunyoning manfaatlaridan butunlay yuz o'rish deganlikdir. Musulmonlar shuning bilan islomning quruq jihosini ko'tarib elib, tishi parpar, ichi quruq umr o'tkazdi. Burun Ibn Sina, Farabiylarni yetishtirgan madraslar keyincha qora qo'rsaqlarni
canbaqarlarni yetishtirib chiqishga boshladi. Madrasalarda matematika, astronomiya degandek ilmlarni o'qitish maqsadli holda dahriylik deb tashviq qilindi. Ilm-fanga yuzlanganlar jadidchi deb qalpoq kiygizilib, el jamoatning ko'ziga sat ko'rsatildi. Hatto Ulug'bekdek olimlarmi astronomiya ilmiga ko'ngil bo'lib, o'ziga rasadxon yasatganligi uchun murtad deb hukm qilinib, o'z o'g'lining qo'li bilan o'ltirildi. Abduqodir Damullam bo'lsa, jadidchi degan qalpoq kiygizilib, bir xoinning qo'li bilan o'ltirildi. Din bilan fan bir-biriga zid qilib ko'rsatilgan mushundoq vaziyatda diniy ilm va dunyolik ilm degan ayrimchilik rasmiy o'ttirg'i chiqdi. Dinda o'qiganlar o'lima ataldi. Ularni masxara qilmoqchi bo'lsa, mullam deb qo'ydigan bo'ldi. Fanda o'qiganlar ziyoli ataldi. O'lima bilan ziyoli o'ttirisiga nihoyat qilin sepillar selindi. Ularning orasidagi musofa bakmo yiroqlashtirib etildi. Ilm-fan bilan qurollanganlar dunyoga hukmron bo'ldi. Ilm-fandan yuz o'rib tarki dunyo bo'lib olganlar dunyoning qaysi yerda bo'lsin, boshqalarga beqindi bo'lib, mahkumlikda yashaydigan bo'ldi. Dunyo raqobat dunyosi bo'lib, dunyoda o'ziga o'zi xo'jayin bo'lib yashash uchun raqobatdan qochmay, dunyo bilan butunlashib yashash shartdir. Alloh taolo bizni shundoq yashasin deb zamonga loyiq harbiy kuch tayyorlashga, zamonning raqobatiga hozir bo'lishga amr qilib, mundoq degan: "Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum va akharina min dunihim." Ya'ni düşmanlarga qarshi qo'linglardan kelishicha kuch va jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmanini va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Biz Qur'oni Karimning bizni bu dunyoda o'zimizga o'zimiz xo'ja bo'lib, erkin hur yashashga, oxiratda Alloh taolaning mukofotiga noil bo'lishga chaqirganligini uzun yillik ochiq saboqlarni boshdan kechirgandan keyin amdili to'nib yetgan bo'lsak, boshqalar xili burunla bu qonuniyatni tushunib, ilm-fanga yurish qilgan edi. Oyatdagi kuch, ilm kuchi, qurol kuchi, odam kuchi, fan texnika kuchi, iqtisod kuchi, tashviqot kuchi qatorliq barliq kuchlarni o'z ichiga oladi. Dushmanlarni qo'rqitish deganning ma'nosi sizlarni yo'qotmoqchi, mustamlika qilmoqchi, bo'zak qilmoqchi bo'lganlarga qarshi kuchli bo'linglar. Ularni vahimaga solg'udek kuch-qudratga ega bo'linglar. Zamonning taraqqiyotiga munosib holda kuchga ega bo'lib, dushmanlarni sizlarga xiris qilishdan umidsizlantiringlar deganlikdir. Biz shundoq qila oladikmi? Yo'q, undoq qilolmadik. Chunki Alloh taolo bizni: "Ey Rabbimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda mu yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin" deb tilanglar deyish orqali ham dunyolik, ham oxiratlik uchun ishlashga da'vat qilgan tursa, dunyolikni boshqalarga o'tinib berib, oxiratga turadigan bo'ldik. Ondan bu oxiratlikni mu o'z joyida emas, mazorlardan va tarki dunyolikdan izladik. Shuning bilan biz mu mushu holga tushib qoldik. Biz yanada o'qish, o'rganish orqali kuchlanish bilan cho'qim taqdirimizni o'zgartira olamiz. O'limalar va ziyolilarimiz. O'limalarimiz bilan ziyolilarimiz bizning nurliq chiroqlarimiz bo'lib, yo'limizni yo'rtidi va bizni qutulish yo'liga yetaklaydi. Ularning shunday qila olish uchun o'zlarini har tarafdan yetishtirishi shart. Chunki ilm kasbiy ilm va universal ilm deb ikkiga bo'linadi. Kasbiy ilm har bir o'lima, har bir ziyoli mutaxassis bo'lgan sohasini ko'rsatadi. O'limalarimiz bilan ziyolilarimiz o'z kasbidan boshqa ilm sohasida yetishib, xalqining ehtiyojidan chiqishi zarur. Shunga o'limaning fanniy sohalardan xabardor bo'lishi, ziyolilarning dinimizni obdan o'rganib, diniy masalalardan xabardor bo'lishi lozim. Chunki aholisi butunlay musulmon bir millatning ziyolisi o'z millatining dinini, axloqini va qoida yo'sullarini pishiq bilishi, xalqini ularning ashu e'tiqodi, ashu axloqi va ashu qoida yo'sullari bilan qo'shib so'yishi lozim. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning pidokor o'limolari bilan pidokor ziyolilari Allohning bu millatga ato qilgan ne'matidir. Chunki ular vatansizlikning dardini tortgan, vatanning qimmatini bilgan va uni jinidanmi bak so'ygan kishilardir. Biz buningdan keyin qanchalik vatanparvar farzand yetishtirgan taqdirdami, ularning mushu kishilardek bo'lolmaydiganligi aniq.
Şoňa biz mevcut ulamalarımız bilen mevcut ziyolilarimizning qimmatini bilishimiz va ularni qadrlashimiz kerak. Ularningmi xalqi va vatani oldidagi majburiyatlarini ado qilishi zarur. Farzandlarimiz bizning eng katta boyligimiz, zo'r kuchimiz va kelajagimizni qurib chiqadigan birdan-bir sarmoyamizdir. Biz Allohni so'ydigan, vatanni so'ydigan, uning davosiga o'zini ataydigan fidokor Uyg'ur farzandlarini maydonga keltirishga muhtoj. Bu muhojiratdagi Uyg'urlarning vatan va millat oldidagi eng asosli burchi va majburiyatidir. Şoňa farzandlarimizga dinimizni o'rgatish bilan birga Uyg'ur tilini, tariximizni, milliy an'analarimizni o'rgatish, vatanni so'ydirish, vatan davosining muqaddasligini bildirish zarur. Yahudilarning 3000 yillik chechlang'uliq va sarsonlikdan keyin ilm-fanga tayinib kuchlanganligi va oxiri o'z davlatini qurib g'oyasiga yetganligi bizga ma'lum jihatdan ulgu bo'la oladi. Hozirmi dunyoni idora qilayotgan cho'ng davlatlarning asosli kuchini ilm-fandan olganligi hech kimga maxfiy emas. Agar biz qad ko'tarmoqchi bo'lsak, boshqa millatlarga o'xshash hur ozodi yashamoqchi bo'lsak, cho'qim dinimizni to'g'ri tushunish bilan billa ilm-fanga yurish qilishimiz, farzandlarimizni ham dinda, ham fanda o'qitib, Allohni, vatanni so'ydigan, o'ziga xo'ja bo'lib yashaydigan, vataniga, xalqiga manfaat yetkaza oladigan qilib tarbiyalab chiqishga muhtoj. Agar biz buni qilolmasak, vatanimiz va kelgusi avlodlarimiz oldida qora yuz bo'lishdan mangu qutulolmaymiz. Shuning uchun biz yuqorqilarni o'rindash bilan birga, mayli qaysi davlatda bo'layli, farzandlarimizni ashu davlatdagi hukumat maktablarida o'qitishimiz va ularning har biri o'zlari tanlagan ilm sohasida eng yuqori saviyaga yetishi uchun vaqtimizni, iqtisodimizni va qimmatlik har narsamizni atishimiz bizdan talab qilinayotgan eng aqalli talabdir.